Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan aka-ukalarimiz Qashqadaryo viloyati Qarshi Karvon mol bozoridan sizlar uchun mana shunaqa ona bola sigirlarning qatoriga yetib kelganmiz akalar. Bitta like bosib, kommentariyada Alloh bizni ham yetkazsin. Mana shunaqa chorva mollardan minglab millionlab boqib xalqimizga yetkazish deb bir yaxshi niyatlarimizni yozib ketaylik. Hammamizda akalar Alloh xonadonimizga barakali chorva mollarni yetkazsin. Endi akalar sizlar uchun ona bola sigirlarning obzorlarini qilib o'tiramiz. Bitta like bosib, kommentariyada bir chiroyli fikrlarimizni yozib qoldiraylik. Akalar, imkon qadar sizlar uchun eng yaxshi sutdorlarini yoki o'zimizni jaydar mollarni bir so'z bilan aytganda hammasini yetkazib sizlarga ko'rsatib o'tiramiz. Bo'lmasa akalar, biz ishimizni boshladik. Bismillah. Ko'rib turganimizdek mana shu yonimizda bitta sigirimiz bor ekan. Mana shuni ham ma'lumotlar bilan yetkazaveramiz. Hormang aka, yaxshimisiz? Aka, hormang, yaxshimisiz? Charchamang, sog'lig'ingizga, savdoga baraka aka. Xo'p, akalar, mana ko'ryapmiz, mana shu sigirimiz bor ekan. Sutlari oqayapti. Buni bir sog'ish kerak. Mana akalar, sigirimizning orqalari ham yaxshi to'rtburchak chiqqan ekan. Yomon emas. Aka, bu sigirimiz nech pul deyapmiz? 30 million deyilyapti ekan akalar, mana sigirimiz. Bu nechinchi bola endi? Bu 4-bola. Akalar, 4-bolasi 30 million so'm baho qo'yilyapti. Yana ham kelishtirib berilsa kerak-da aka. Shunday. Bozorni o'zi nima qildi endi? Bozor 24 qilyapti. 24 ga yo'q. Akalar, bozor 24 qildi, berilmagan. Xudo xolasa oshganga beriladi. Endi aka, bu yomon emas, nimamiz ancha baquvvat mol ekan. Bularning sog'liklari yaxshimi? Yo'q aka. Garantiyasi bor. Gap. Akalar, sog'liklarida muammosi yo'q, garantiyasi bor mol deyaptilar. Bular oqsil unaqa narsadan o'tdimi yo'qmi? Hali o'tmadi. Akalar, xudo xolasa sog'lom ekan, bemalol telefon qilaverasiz. Nomer qoldiramizmi aka? Ayting. 94 355 8504. Akalar, akamizdan mana sigirni olaman desalar, telefon qilaverasiz. Izi bormi yo'qmi aka buni? O'zi bir dona, yakka sigirimiz akalar sotuvda. Savdo yozib bersin aka. Shu yigitdan tushirib ketdi. Mana shu ukamizdan xudo xolasa bolachasi ushlab turib. Bolachasi urg'ochimi erkak? Urg'ochi variant, xudo xolasa ko'payadigan variantidan. Savdo yozib bersin. Xo'sh. Mana savdo bo'lyapti ekan. Bormaydi. Unisini. Akalar, bolasi yo'q-a uni? Mana akalar, mana shu sigirimiz 20,5 bo'lyapti ekan. Hozir sizlarga orqalari bilan bir ko'rsatishga harakat qilaman. Suhrob chorvachi. Mana akalar, 20,5 ga akalar mana shunday yelilli, qip-qizil sigirimizga savdo bo'lyapti. Bermayaptilarmi? Bering endi, yaxshi bo'pti-ku. O'lda toptasa bo'ldi shu. 20 million 500 ming yomon pul emas. Bolachasi xunojimi erkakmi? Urg'och. Akalar, bolachasi erkakcha, buqacha. Xudo xolasa qo'shganga ketadi. Savdosini ko'rib turibmiz, joyida bo'lib turibdi, yomon emas. Sizlar uchun akalar maxsus uyda bo'lib turibdi. Bunisini qancha deyapmiz? Bunisi 20 million narx qo'yaman. 20 million baho qo'yilyapti. Bozorning o'zi necha? 14 million yakka. Hali bu sigirimiz ham yosh ekan. Bu birinchi bolam deyman uniki. Uniki ham birinchi bolam. Ikkinchi bola. Ikkinchi bola ikkalasiniki ham akalar. Akalar, mana savdo avjida. Bering, bir siltab savdo qilsangiz ekan beradilar. Hozir bering. Xo'p, akalar, bu yerda savdo bo'lyapti, vaqt olmaymiz. Xudo xolasa agar ketsa aytib o'tamiz. Sizlar uchun mana bu tarafdagi sigirlarimizni ham bir narx-navosi bilan ko'raveramiz. Mana akalar, bitta yaxshi rangli sigirimiz. Hormang, yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Nech pul deyapmiz buni? 25 yapti. 25 yakkami yo bolasi bormi? Qaysi bir bolasi? Mana akalar. Bolachasi qorami? Mana akalar, ho'kizcha, bemalol akalar ko'raveramiz. Nechinchi bola bu? Birinchi bolaga akalar mana ko'rib turganimizdek bolasi ho'kizcha. Yomon emas. Mana orqalaridan yelillari bilan ko'rinishi, faqat sal orqasi to'rtburchakroq bo'lib qolar semirgandan keyin. Buni bozor necha qildi? 20 million so'rashyapti aka. 20 million so'rashab bermadingiz. O'zingiz qancha baho qo'ygansiz? 25 million deyilyapti. Akalar, mana sigirimizni bor bo'yiga 25 million so'm deyilyapti. 20 million so'm so'ralyapti. Bolachasi ho'kizcha ekan. Xo'p, eng yaxshi birinchi bolasi ekan. Bu sigirimizni ham ko'rsatib o'taylik. Mana bolachasini ham ko'raverasizlar. Urg'ochimi? Mana akalar, qorasinikiga qizil tushgan, qizilga qora tushgan. Gap yo'q. Mana akalar, yelillari bilan ko'rsataveramiz. Aka, necha litr suti bor bular? 8 ta. Akalar, 8 ta qora sigirimiz, 7 ta qizil sigirimizga sut bor ekan. Bemalol akalar kelaverasizlar. Xudo xolasa yomon emas, izi bo'lsa kerak bularni. Bor aka.
Joningiz sog' bo'lsin. Akalar topiladi, izi bor, nechta kerak desa, bemalol telefon qilsalaringiz ham bo'laveradi. Bularning bo'ybaslari hammasi yaxshi ekan, akalar bo'ylari keladigan bo'lsa, shu 1.20 shu atrofdagi sigirimiz. Nomer aytingmi o'zi? Aha. 235. Aha. 32. 32. Akalar telefon qilaverasizlar, xudo xolasa izi bor, topib beramiz deyishdi. Aka joningiz sog' bo'lsin, savdoingizni bersin. Xo'sh, akalar bitta ala sigirimiz bor ekan. Shuni ham bir ko'rsatib o'taylik. Mana akalar sigirimiz. Xo'sh, mana shu sigirni ham bir so'rab o'taylikchi, men yelillari bilan. Ye, hormayli. Yaxshimiz aka, charchamay savdoga bar aka. Nech pulni deyapmiz aka bulan? 35 million so'm deyapti. Bolachasi o'rnojimmi? Urg'ochi variantda akalar mana shunday ko'rib turganimizda yomon emas. Bu nechinchi tug'um? Birinchi tug'um, hali yosh ekan. Suti nechta bo'ldi aka bulan? 10 ta sut beradi. Yashamang. Akalar 10 litrgacha sut berar ekan, ko'rib turganimizda yaxshi. Hammasini bo'ybaslari, holatlari maza qilib mol qiladigan akalar turshi bor. Endi aka buni bozorni o'zi nima qildi dedik? Hozir 28 gacha so'rayapti. Bermadingiz. Akalar bozorda 28 milliongacha so'rabdi, ona bola sigirimizni berilmagan. Qo'shganga menimcha ketsa kerak. Aka bu 28 ham yaxshi pul bo'lib bekor bermabsiz, yo kam bor? Ha, kam. Yo hali uncha issiq bo'lmadimi? Ha, hali. Hali hozirroq yana issiqqa bordik. Akalar hozirroq Qaramaydi, moliga qaraydi. yo moliga qaraydi aka, lekin issiq bo'lsa 28 ham zo'r narx aka. Lekin sigir ham haqiqatan yaxshi ekan. Sigirdan paralasi bor. Suti nechta dedi aka buni? 10 ta sut bor. 10 ta suti bor akalar. Ha, 10 ta suti bo'lsa akalar bemalol arziydi. Xudo xolasa sog'liklariga garantiyasi bor bular. Yashang. Akalar sog'liklariga garantiyasi bor ekan, bexijolat telefon qilaverasizlar. Sizlar uchun maxsus video bo'lib turibdi. O'z nomer qoldiraylik. Nomer shart emas, bozorda sotiladi. Savdoingizni bersin aka. Xo'sh, mana bu tarafni ham ko'raveraylikchi. Xo'sh. Hormang aka, yaxshimisiz? Charchamay. Narx qancha? Ha, narxini aytib keting. Narxi ham bilmaysiz. Akalar narxi ham bilinmay ekan, shuning uchun olish shart emas. Ha, mayli. Biz bunaqa xafa bo'lish nimasidan o'tib ketganmiz. Mana akalar. Bolasi onasidan katta bo'lgan bitta variant. Ha bu. Berasizmi? Qanchaga? 55 million. 55 million so'rayaptilar mana akamiz. Mana shu sigirimizni. Buqasi bilan birga akalar. Mana balacha. Balasi ham yaxshi ekan. 20 ta suti bor, ishi qorni 3 oylik bo'g'oz. Mana akalar. Kasbini molimi? Kasbi tuman Jizzax qishlog'i. Mana akalar. Kasbidan akalarimiz olib ketdilar. O'zi gapni ochig'i, oxirgi vaqtlar katta sigirlanish faqat shu kasbi boqib qoldi akalar. O'zimizga sal qiyin bo'lib qoldi bizga taraflarga. Sabab bizda faqat chorvamiz qo'y bilan. Buni sog'liklari yaxshimi bu? Ha? Sog'liklari hammasi joyida? Hammasi xayoli joyida, sog'liklari joyida. Yashayman. Qarangan turishi ham. Ya, mol ham mol ekan haqiqatan. Akalar mana ko'rib turganimizda ancha gigant katta molimiz, xudo xolasa bir chiroyli narxda. 55 so'radilarmi hozir? 55 million. O'zingiz qancha baho qo'ygansiz? Biza 70 so'ramiz. Ha, 70. Kami bor, ish qilayotgani ham sotdi. Shunday, bozor bu yoqqa. Bozori bor. Shunday. Akalar bozor aytilganga sotilmaydi. Mana bu qachasini ham ko'ryapsizlar, ancha yaxshi kattarib qolgan. Xudo xolasa jazman savdo ko'p. Bemalol telefon qilaverasizlar akalar, hozir nomerlari bilan qoldiramiz. Mana akalar. Bu bolasi ancha katta ekan aka. O'zi qochganmi yo'qmi yana? Qochgan. 3 oylik qochgan ekan. Mana. Bor. 55 million so'm. 55 millionga jazman savdo bo'lib bermayapti-da, to'g'rimi? Akalar 55 millionga bermayaptilar. Xudo xolasa 1.5 so'm qo'shsalar, xayriga ham o'tib bersalar kerak. Bunga nomer ham shart emasmi deyman, o'z bozorga sotiladiganda. Sigiri bormi desa bor bo'l. Bitta sigirimiz sotuvdik-da, 25 tadan 50 litr sut berasiz. Maydagina sigircha sut. Akalar mana bu sigirimizda obzor bo'ldi. Endi sizlar uchun boshqalarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana akalar. Chorniy piyostra degan shu bo'lsa kerak. Bunisi to'g'riroq, bunisi emas. Hormang aka, yaxshimisiz? Savdoga bar ekan. Nech puldan deyapmiz aka sigirni? 25. Bozor nima qildi? 17 qildi ona bolani. Bolasi nima buzovmi? Ho'kish ekan akalar. Bo'g'ozmi deyman bolasi. Akalar men ko'rib turganimizda yomon emas, bolachasi ho'kish ekan. Aka bu nechinchi tug'um endi? Birinchi tug'um. Suti nechta endi birinchi tug'umga? 15 litr? 4-5 litr. Shunga ayrim qoldim. Akalar men 4 litr, 5 litr suti bor akalar. Borga, bunaqa yolg'oni kerak emas. Ikkitadan 4 ta, 5 ta va har zamonga beraveradi.
Aka bu yoqda ham savdo ish qilib, sigir bozorida savdo avjida ko'z tegmasin. Umuman. Akalarimizdan ana ko'rib turganimizdek, bozorda real narx-navolar bilan tanishtirib o'tyapmiz akalar. Ona bola sigirlarimiz narx-navolari mana shunaqa bo'lib turibdi hozirgi kunda. Endi akalar, mana ikkita chorni piyostra bor. Adashmasam shunaqa, agar adashayotgan bo'lsam kommentariyaga yozib ketamiz. Mana shu sigirlarimizni ham ma'lumotlari bilan yetkazib mana yelillari bilan. Hormay aka, yaxshimisiz? Charchamay savdoga baraka aka. Bu nech puldan deyapmiz aka sigirni? 65 deyapmiz. 65 yakkami yo, bolasi ham bor. Bo'g'oz. Gap, o'zi yelini ham ancha bildirib qopti-ku. Akalar bo'g'oz ekan, bir hafta 10 kunga tug'adi degan ehtimoli bor ekan. Endi aka, bu sigirlarimiz yomon emas. Ikkalasi ham sizdanmi? Ha, bunisi faqat sizdan. Bozor nechigacha ko'tardi aka? Real. 57 millionga to'xtadim. 57 millionga akalar to'xtagan savdosi qo'shganga xudo xolasa berib yuboriladi. Nechinchi tug'imga endi bu? Ikkinchi tug'im. Hali yosh ham ekanda sigirimiz. Necha litrgacha sut beradi aka birinchi tug'imga? 40 tagacha suti bor xudo xolasa. Ey yashang. Akalar 40 tagacha suti bor, garantiya deyaptilar. Bemalol akalar kelib mol qilaman degan akalarimiz mana shunaqa kattasidan olsalaringiz bo'laveradi. Aka buni zoti adashmasam chorni piyostirami? Yo boshqami? Galishtenmi? Akalar galishten, lekin sal olib bora bo'ladi. Yana bilmadim, adashdim shekilli. Nomer qoldiramizmi aka? Nomer shart emas, bozorda sotiladi. Savdoingizni bersin aka. Akalar mana ko'rib turibmiz, xudo xolasa bozorda sotiladigan mana shunaqa yirik, baquvvat to'g'ri sigirlarimiz ho'kizgadan beradi. Xo'p, bunisini ham egalaridan bir ko'rsatib o'raylikchi. Hormay aka, yaxshimisiz? Savdoga baraka. Nech puldan deyapmiz endi bu sigirimizni? Egalari suvga ketdi, 40 million deyapti. Egalari suvga ketibdi, 40 million so'm bahosi ekan. Endi sigirni ko'rib turibsizlar, holatini, bo'y bastini yomon emas. Aka 40 million so'm degan bo'lsa, bozor nima qildi endi? Ha, siz ushlab turibsiz faqat, tushunarli. Akalar ma'lumotni to'lig'ini egalari bilar ekanlar, bu yoq faqat ushlab turibdi ekanlar. Vaqt ketkazmaslik maqsadida boshqalarini ham sizlarga ko'rsatishni boshlaymiz akalar, davom etaveramiz. O'sh akalar mana ona bolasi sigirlarimiz. Hormay, yaxshimisiz? Charchang savdoga baraka. Nech puldan deyapmiz bular? 45 deyapmiz. 45 million so'm deylar. Bolachasi ham g'unojimmi? Mana akalar, bolasi ham ko'payadigan variant. 45 million so'm baho qo'yilyapti. Xudo xolasa yomon emas. Bozor nima qildi? 38-40 qilyapti. 38-40. Ha, o'zi ham bo'g'oz. O'zi ham bor. Yashang. Akalar, o'zi bo'g'oz, bolachasi bilan yana bitta akalar sigir olasizlar. Orqalaridan ham ko'rinishi bemalol akalar ko'raverasizlar. Nechinchi bola bu? Yonidagi 3-chi. Yondagi 3-chi, qorindagi 4-chisi. Yo'q. Nabarat. Ha. Demak 2 ga 3. Ha, qorindagi 3. Necha litr suti bor buni? 15 litr suti. Yashang. Akalar 15 litrgacha suti bor ekan. Ko'rganimizda sigirimiz yomon emas. Maza qilib mol qilaman degan akalarimizga to'g'ri keladigan joyini topib oldik. Bo'lmasa bunday qilaylik, hozir nomer qoldiramizmi yo'qmi? Balki ha, izi bormi bular? Izi bormi? Yana bormi? Bu bor. Ha, bu bor. Uni nech pul deyapmiz? 25 deyapmiz. Ha, u 25 million so'm. Akalar, bu sigirimiz 25 million so'm. Bu sigir 25 million so'm. Lekin bu sigir nechinchi tug'im endi? Bu birinchi tug'im. Akalar, sigir birinchi tug'im deyaptilar. Bolasi erkakmi yo urg'ochimi? Buni ham bolasi urg'ochi ekan. Akalar ko'raveramiz, yomon emas, xudo xolasa mol qilaman degan akalarimizga urg'ochi variantdagi bolasi bilan birgalikda. Xo'p, bo'lmasa nomer qoldiraylik. Aka. Ha, nomer bo'lmasa shart emas, akalar mana ko'rib turibmiz. Xudo xolasa bozorda mana shunaqa narx-navolar. Savdoingizni bersin. Mana akalar qip-qizil. Ha, chingoli balang talag'ir degan joydan bo'ldik. Sigirimiz urib ketdi, yomon emas, mana. Mana shuni ham ko'rsatib ketaylik. Hormay aka, yaxshimisiz? Savdoga baraka. Nech pul deyapmiz bu sigirda? 45 million deyilyapti akalar. Bolachasi buqacha ko'rib turganimizda, o'zi bo'g'ozmi? O'zi bo'g'oz akalar. 45 millionga o'zi bo'g'oz qip-qizil sigirimiz. Yomon emas, sigirimiz, bolasi ham akalar ancha pul turadi buni. O'sha orqalaridan ko'rinishi. Bozor nechi qildi aka? 40 millionga yo'qmi? Akalar, 45 million baho qo'yilyapti, 40 millionga yo'q.
Xudo xolasa qo'shib so'raganga ketadigan joyi, lekin o'zi bo'g'oz, bolachasini ham akalar ko'rib turibsizlar. Bolachasi emas, endi bu katta bola bo'lib qolgan. Tamom emas. Aka buni suti nechta buni? Suti nechta? Bizoq yema bergan bizlarda sog'ilmaydi. Ha, demak sog'ilmaydi. Kasbi nima olma aka? Kosar yani. Ha, Kosondan akalarimiz olib keldi. Nomer qoldiramizmi? Ayting nomer. 99lik 144 144 78 98. 78 98. Akalar telefon qilaverish kerak. Xudo xolasa bunaqa zo'rini, baquvvatini mana akalar sizlarga ko'rsatdik. Xudo xolasa bolasi ham nechinchi bola bu ichidagi? Ichidagi 4 bu 3. Ha, demak 6 oylik buzovchamiz. Savdoyingizni bersin aka. Sog' bo'ling. Akalar sizlar uchun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Qarshi Karvon mol bozoridan maxsus video qildik. Like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, bugungi sanamiz 17-may sanasi bilan mana shunaqa zo'rdan zo'rini, baquvvat ona bola sigirlarni, zo'rlarni akalar sizlar uchun ko'rsatdik. Sog' salomat bo'linglar, like-da ayamaymiz. Like bosib obuna bo'lib qo'ygan akalarimizni xonadonlari mana shunaqa baquvvat, yirik ona bola qo'ylar, sigirlar, bir so'z bilan aytganda chorva mollari bilan to'lib tursin.